dadamga prank olaman deb adablarini beraman deb kelsam, o'z adablari chiqib yotibdi ekan. Oyog'im og'riyapti, qizim, kayfiyatim yo'q dedilar. Keling, sizga vannochka qilaman. Oyoqlaringizni yuvib, chiroyli qilib massaj qilib qo'yaman. Kayfiyatingiz ko'taralar dedim. Voy, qizim qana bo'larkin dedilar. Vannochka qilib, oyoqlarini tozalab, yuvib, chiroyli qilib qo'ydim. Tindaqlarini ham keling olib qo'ying, massaj qilib, nastoyingiz ko'tarilsin dedim. Oyoqlaringiz og'rilari qolsin dedim. Pranklarni kim siz bilan oladi, adabingizni kim sizga beradi, men bermasam dedim. Keling, betingizni ham chiroyli qilib qo'ying, maskalar qilib, endi baribir 100 million odamlar ko'ryapti. Dadam uxlab qoladilar, turing endi bo'ldi, yotavermang desam, "Obbo, nima qilasizlar? Yana prank olmaysizmi, ish qilib prank qilmaysizmi?" dedilar. "Yo'q dada, prank qilmayman, sizga bitta chiroyli surprizim bor" desam, "Obbo, точно prank" dedilar. "Yo'q dada" dedim. Unga shopping qiluvdim, istoriyalarda aytuvdim. Qaranglar, qalay yarashibdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana nimaga dadam erkaliklarimni ko'taradilar. Kasal bo'lganlarda kayfiyatlarini ko'tarishga harakat qilaman.